Albatta, endi mana yangi tartib bo'yicha uy bekalari ham dekret olishlari mumkin. Mana hurmatli ayollar, bu sizlar uchun life hack. Avval misol uy bekalariga dekret puli to'lanmas edi. Endi mana yangi tartib bo'yicha 2026-yil 1-yanvardan boshlab uy bekalari ham dekret olishi mumkin, lekin buni endi tartibi bor. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar chiqyapti. Endi uy bekalariga avtomatik dekret berilar ekan. Yo'q, u avtomatik dekret berilmaydi. Ya'ni mana uy bekalari uyda o'tirgan, hech qayerda misol rasman davlat tashkiloti ishlamaydi. Uy bekalari yoki mana o'zini o'zi band qilganlar dekret puli olishlari uchun endi bular mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, ya'ni 1.271.000 5%. Bu bo'ladi mana 63.550 so'm. Ya'ni mana 1.271.000 5% bo'ladi mana 63.550 so'm har oyda, e'tibor qiling. Bu har oy to'lanish kerak. Sug'urta badalini to'lab borsalaring, mana tasavvur qiling, har oyda 63.550 so'm 10 oy to'ladingiz. 10 oy to'lasangiz, mana bor yo'g'i 635.000 bo'lyapti. Agar mana shu 635.500 so'm to'lasangiz, endi o'rtada misol mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oshishi mumkin. Endi biz oshmadi deb tasavvur qilyapmiz. Shu bir xil tushunarli bo'lish uchun sizlarga bitta raqamni olyapman. Demak, mana shu 635.000 so'm to'lab siz ertaga demak dekret olishingiz mumkin. Endi buning uchun kamida 10 oy to'lagan bo'lishingiz kerak. Agar mana shu har oyda tasavvur qiling 63.550 so'mdan to'layapsiz, 10 oy to'ladingiz kamida, ertaga homiladorlik tug'ish ta'tiliga chiqsangiz, demak sizga dekret puli to'lab berilar ekan. Endi buni birdaniga borib 10 oylikda misol 635.000 ni shu birdaniga to'lab qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, buni har oyda to'lab borish kerak. Endi mana oddiy arifmetika, hurmatli tinglovchilar. Mana siz 63.550 so'mdan har oyda to'lab boryapsiz. Buni endi bunda xodimni o'rtacha oylik haqini qanday hisoblaymiz? Mana shu 63.550 so'mni haligi sug'urta badali koeffitsiyenti bor. Hozirgi kunda o'sha 5% da mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 5%. Mana 63.550 so'mni 5% ga bo'lsak, demak 1.271.000 chiqyapti. Mana e'tibor qilinglar. Sizni demak 1.271.000 bo'lsa, sizni oyligingiz, ya'ni bir oylik daromadingiz demak 1.271.000 deb hisoblanadi. Endi buni bo'lamiz 25 ga. Nimaga 25 ga? Sababi sizni bir kunlik o'rtacha ish haqingizni aniqlaymiz. Shunda sizni bir kunlik o'rtacha ish haqingiz misol 50.237 so'm. 50.237 ni endi ko'paytiramiz, qaranglar. 50.237 ni ko'paytiramiz. Mana 126 kun bo'lsa dekret 126 ni hammasiga ko'paytirmaymiz-da. Yakshanba bilan ishlanmaydigan bayram kunlarini chiqarib tashlaymiz. Misol 126 ni 7 ga bo'lamiz. 18, 18 ni 6 ga ko'paytirsak 48, 60, 108 bo'lsa, 108 endi bir ikkita bayram to'g'ri keldi. 106. Endi qarang. 50.237 so'mni ko'paytiramiz 106 ga. 5.325.000 so'm sizga dekret puli chiqadi. Endi tasavvur qiling. Misol mana shu yerda endi bitta narsani hisobga olaylik. Endi bu siz kamida 10 oy sug'urta staji bo'lsa 75% olinadi-da. Buni endi 75% ni hisoblab qo'ysak, misol 3.993.000 bo'lyapti. Sababini tushuntirdim, chunki 10 oydan 24 oygacha ishlasa 75% olinadi-da. Demak, taxminan sizga mana 4 million dekret puli chiqyapti. Tasavvur qiling. 4 million bo'lsa, endi ayiramiz 63.550 so'm bo'lsa 635.000 da ayirib tashlaylik. 635.000 da ayirib tashlasak, demak, taxminan misol 3.5 million daromadga chiqilyapti-da. Mana tushuntira oldimmi, hurmatli ayollar? Mana uyda o'tirib, agar siz o'sha har oyda kamida 10 oy 63.550 so'mdan to'lasangiz, shunda sizga taxminan 4 millionga yaqin dekret puli chiqadi. Mana 4 million. 635.000 to'layapsiz kamida 10 oy. Shunda sizga 4 million dekret puli chiqyapti. Endi agar qancha ko'p to'lasangiz, bu degani aynan 63.550 so'm to'lash shart ekan emas, bu eng kami. Agar siz qancha ko'p to'lasangiz, misol 150.000 so'm to'lasangiz, misol 150.000 ni 5% ga nima qilsak, shunda sizni daromadingiz, ya'ni oylik ish haqingiz 3 million bo'ladi. 3 millionni 25 ga bo'lamizda, endi agar shuni qancha ko'p to'lab kelgan bo'lsangiz, misol 10 oydan 24 oygacha to'lagan bo'lsangiz, 75% olinadi o'rtacha oylik ish haqingiz. Agar 25 oydan 60 oygacha to'lagan bo'lsangiz, 85%. Agar 61 oy har oyda mana shu
to'lab kelgan bo'lsangiz, unda 100% olinadi. Mana shunaqa qilib ham, demak, uy bekalari, o'zini o'zi band qilgan shaxslar, demak, nima? Dekret puli olishlari mumkin. Shu jumladan mana shu sug'urta badallarini to'lab olsangiz, 1-iyuldan boshlab, demak, o'sha uy bekasi, o'zini o'zi band qilgan shaxslar 1-iyuldan boshlab endi nima? Больничный pullari ham to'lab berilishi mumkin bo'ladi sizga. Agar sug'urta badallarini to'lagan bo'lsangiz. Demak, sug'urta badallarini to'laylar. Mana sizlarga oddiy arifmetika. Tushuntira oldimmi? Har oyda 63550 dan shu kamida 10 oy to'lang. Kamida 10 oy to'lasangiz, yana bir bor qaytaraman, o'sha 75% koeffitsient olinadi. Shunda demak sizga taxminan 4 millionga yaqin dekret puli chiqadi. Endi mayli o'sha qilgan xarajatingizni chiqarib tashlaylik, 635 mingni chiqarib tashlang, deyarli o'sha 3 million 400 mablag' sizga plyusga kiryapti. Ana sizga life hack.